qarshi juda ko'p o'yinlar o'tkazgan. Hokimga bosh murabbiy sifatida ham so'nggi yillarda bu ikki jamoa qarama-qarshiligi o'zi keskin murosatsiz bahslarni taqdim etyapti. Bobur Abduqolikov gol urdi. Nasaf oldinga chiqib oldi o'yinning 8-daqiqasida, lekin uchrashuv hakami hozir hammasi joyida, ofsayd yo'q. Nimaga Bobur to'xtab qoldi? Biroz tushunarsiz, lekin bejizga Abduqolikov biroz ikkilanib qolmagan shekilli. Kuzatamiz. Mana darvozabondan past Abduqolikovda ofsayd yo'q. U yugurishda davom etdi. Yerga sapchigan to'pni qanday darvozabonni ustidan oshirib tashlash haqida soniyalarda o'yladi va hammasini mukammal bajardi. Himoyachilar. Bu yerda Abror Karimov yaqinroq ekan, u yopish kerak edi Abduqolikovni. Hujumchini yo'qotib qo'ydi u mana. Va taqibchi rolida O'lmasaliyev ham ulgurmadi. Bu toza gol. Abduqolikov chiroyli gol.